Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jallaga hamd va sanolar, suyukli habibimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz. O'tgangi suhbatimizda og'ir bir qamalni o'tkazganliklarini va dunyodagi suyuklik mahbubasi bo'lgan Xadicha onamizdan ayrilg'ilari, Abu Tolib himoyachisi bo'lgan amakisini olamdan o'tishliklari va bu yilni Rasulimiz uchun mahzunlik yili, xafalik yili deb e'lon qilinganini aytib o'tgan edik. Haqiqatda og'ir kunlarni o'tkazdilar. Qamaldan keyin suyanganlardan ayrilishi yanada Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'p mahzunlik olib keldi. Eng yomoni azizlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qiynalganlarida, zahmat chekkanlarida "Ya Rasululloh, Alloh siz bilan sabr qiling" deb yelkadosh bo'lgan. Yotib qolganlarda boshini silab muhabbat izhor qilgan. Bor butuni jonini fido qilgan jufti haloldan ayrilishlarida hamda dushmanlar kelganda "Men yelkadoshman, men sizni himoyachisiman" deb amaklari Abu Tolibdan ajralganliklaridan keyin yolg'izlanganga o'xshab qoldilar. Ayniqsa ko'plari Habaristonga hijrat qilib ketgan, bu yoqda hali ko'p musulmon yo'q, juda qiyin ahvol. Avvallari Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abu Tolib hayotlik mahalda faqat raislar, obro'lilar Rasulimizga ozor bergan bo'lsa, endi oddiy kofirlar, oddiy mushriklar ham Rasulimizga og'ir musibatlar, og'ir zararlar, aziyatlar yetkazadigan bo'ldi. Yuzlariga tuproqlar sochar, ibodat qilganda kalaka qilar, juda qiyin ahvolda qoldilar. Shundan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini quli bo'lgan, boqib katta qilgan sadoqatli sahoba Zayd ibn Horisani yetarlab, "Yur endi Toifga boraylik" dedilar. Xayol qildilarki, agar o'zini qabilasi gapga kirmasa, o'zini yurtdoshlari yo'liga yurmasa, ajab ermaski Toif xalqi bu yo'lga yursa, ular orqali din yoyilsa degan niyatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zayd bilan birgalikda Toifga qarab ketdilar. Piyoda qiyinchilik bilan yayov yurdilar, oyoqlari og'rib, yo'llarda qiyin mushkil mashaqqatlar bilan Toifga kirib bordilar. Toifda u yerdagi o'sha toifliklarda ichida eng qavmining obro'ligi bo'lgan aka-ukalar Abduyalil, Mas'ud, Habib degan aka-ukalarga ko'rishdilar. Agar ularni targ'ib qilib da'vat qilsa, ular orqali qavm dinga kirarmikin dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam u yerga dunyo izlab borganlari yo'q azizlar. Obro' topish ma'nosida bormadilar. Yagona istaklari ularni jannatga olib kirishga sabab bo'ladigan la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh so'zini yoygani bordilar xolos. Boshqa narsalari yo'q. Lekin bu aka-ukalar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni juda qo'pol kutib oldilar. Masxara qildilar ba'zilari. Shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam ulardan ham umidsiz bo'ldilar va ularga qarab aytdilarki, "Modomiki sizlar dinni qabul qilmas ekansizlar, meni gapimni maqbul qilmas ekansizlar, hech bo'lmasa gapimiz sir bo'lsin, boshqalarga aytmanglar" dedi. Ya'ni boshqalarga men orqali zarar yetkazmanglar dedi. Ammo ular tezroq tashqariga chiqishlikka intildilar va toiflik bir qancha yosh bolalarni, aqlsizlarni, bir nechtalarini yig'ib, ularning qo'liga pul berib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan kelayotgan Zaydni toshbo'ron qilishlikka buyurildi. Mana shu kun juda og'ir bo'lgan ekan azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yosh bolalar, aqlsizlar oldida toshbo'ron bo'linishligi og'ir kun deb hisoblanadi. Chunki bir kun Oysha onamiz Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Uhud kunidan ham sizga og'ir bo'lgan kun bormi deganlarda mana shu voqeani eslagan ekanlar. Uhud jangi bo'lgan kundan ham og'irroq bo'lgan kun bormi deganda ha Toifda xorlanganini aytgan ekanlar. Yosh bolalar, go'daklar toshbo'ron qildilar. Zayd oldilariga tushib kelayotgan toshni ko'ksi bilan to'sar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga biror tosh keltirmaslik uchun o'z jismini qalqon qilar edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaydni qo'y, bunday qilma deyishlariga qaramasdan hamma toshni o'ziga olaman desa ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak jismlariga tosh kelib tegardi. Oyoqlaridan oqqan qon kovushlarini to'ldirib yubordi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda qiyin ahvolda zo'rg'a ulardan qochib qutuldilar. Ozgina yurganlardan keyin o'sha Toifdan bir oz chiqqandan keyin bir bog'ga to'g'ri keldi. Bu bog' makkalik Utba ibn Robi'a va ukasi Shaybani bog'lari edi. O'sha bog'ga kirib bir oz o'tirdilar. Mana shu joyda o'tirib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi marta duo qildilar, shikoyat qildilar. Go'yoki Allohga azizlar arz qildilar, qarg'amadilar yoki qiynalganini ham bildirmadilar. Duolari Toifda qilingan duo deb tarixda mashhur bo'ldi.
Rasulimizni duolarini qanday duo qilgan bo'lsalar shuni o'zbek tarjimasida siz azizlarga yetkazamizki, qiyinchilik, zahmatda qilgan bu duolari qalbimizning tub-tubidan joy olsin. Bu duoni eshitar ekanmiz, beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Rasulimiz bog'da o'tirib, zaytni oldida o'tirib, qo'llarini duoga ochib, mana shu mayda bolalar, aqlsizlar, toifliklardan tosh yeb, qovushlari qonga to'lgan, yonida jarohatlanib yotgan, hamma joyi qon bo'lib turgan zaytni ko'rib, qo'llarini duoga ochib shunday dedilar: Allohim, quvvatim ozligini va chorasiz qolganini faqat senga shikoyat qilaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, sen barcha kuchsiz va ezilganlarni va hamda mening ham Robbimsan. Meni kimlarga yo'liqtiryapsan? Agarki sen men bandangga g'azabnoy bo'lmasang, bu aziyatlarga parvo ham qilmayman. Biroq sendan keladigan quvvatga yanada intizorman. G'azabingga duchor bo'lishdan qo'rqib, seni nuringga sig'inaman. Zulmatlarni ziyoga aylantirgan, dunyo va oxirat ishlarini tartibga solgan narsa sening o'sha nuringdir. Toki sen